oddiy holat. Oshnangiz Rossiyadami? Ketganlar bormi ichida? Nima ish qilasiz? Kim men? Shu yerda 1000 so'm, 2000 so'm qilib oling, divishendasiz. Chilada zavodi bor oshnanglar bormi? Bor. Nimaga shu oshnangizga aka olib qolib zavodidan ish bermaydi? Ha. Biz vatanda turib bir-birimizni o'ylamayapmiz, musofirda qana o'ylaydi. Ha. Tushunyapsizmi? Birlash degan narsa. Aka, sharoiti yo'q ulfatingizni sizda haqqi bor. Siz uni nimaga musofirga chiqarib yuboryapsiz? Oilasidan iroda, ayolidan iroda. To'g'rimi? Sharoit vaqtingiz anaqangiz bo'lib, sharoitingiz bo'lib turib, eshitib olinglar, boylar, tadbirkorlar, biznesmenlar. Oshnangiz sizdan o'tib ketsa yutug'ingiz. Sizni qo'lingizda ishlab tirikchilik qilsa ham yutug'ingiz. Ertaga mana men shu narsani xohlayman. Oshnalarim kelish, armiya bo'laylik, boy bo'laylik. Bittamiz davay dam olgani Turkiyaga desa, bittamiz meni sharoitim yo'q. Choyxonani aytmayapman. Turkiyaga dam olgan boradi desa, davay ketdi desa. Xitoyga boramiz desa, davay ketdi desa, shunga ko'ryapman-da, buni oyligi yaxshi bo'lmayapti. Topish yaxshi emas. Sen manoni qil, zo'r bo'lib ketasan. Ya'ni menda ishga olishga imkoniyat bo'lsa olyapman. Yo'q bo'lsa seni to'g'irlab beray. O'zida bo'lmayapti. Oddiy buni qo'lida ishlashni xohlanmagan narsa degan narsa bo'lyapti.